Tushlikka va kechga shunaqa mazali taomni siz bir marta tayyorlab ko'ring, oila a'zolaringizni eng sevimli taomlariga aylanadi. Kartoshka, go'sht, piyozdan shunaqa mazali birlagan taom tayyorladim. Birinchi bo'lib laxm mol go'shtini uzunchoq qilib to'g'rab olamiz. Piyozni ham o'zingiz xohishingizga ko'ra parrak qilib to'g'rab olasiz. Tovani qizdirib yog' solamiz. Yog' qizgach, go'shtni solib bitta yaxshilab aralashtirib, so'ng soya solamiz. Go'sht yanada mazali, yumshoq pishishi uchun tomat pasta, tuz va har xil ziravorlarni solib yaxshilab aralashtiramiz. Ustiga suv quyib, to'g'ralgan piyozlarni solamizda yaxshilab aralashtirib, qopqog'ini yarim soatga dimlab qo'yamiz. Suvga un solib, yaxshilab aralashtirib, bitta massa qilib olamiz. So'ng go'shtni ustiga quyib, aralashtirib olamiz. Yana 20 daqiqaga dimlab qo'yamiz. Go'sht yanada xil-xil bo'lib pishguncha kartoshka frilarini tayyorlab olamiz. Qizib turgan yog'ga kartoshkalarni solib, tuz solib tabga ko'ra chiroyli qilib pishirib olamiz. Kartoshka fri ustiga pishgan go'shtni solamiz. Suvlikkina shunaqa mazali nonlarni botirib yeydigan mazali taom bo'ladi. Birlagan taomni oila a'zolaringiz bilan maza qilib iste'mol qilasiz. Agar sizga retsept yoqqan bo'lsa, like bosing, yaqinlaringizga yuborib qo'ying. Agar ishtahangiz ochilgan bo'lsa, Robiyangiznikiga mehmonga keling. Tushlikka va kechga shunaqa mazali taomni siz bir marta tayyorlab ko'ring, oila a'zolaringizni eng sevimli taomlariga aylanadi. Kartoshka, go'sht, piyozdan shunaqa mazali birlagan taom tayyorladim. Birinchi bo'lib laxm mol go'shtini uzunchoq qilib to'g'rab olamiz. Piyozni ham o'zingiz xohishingizga ko'ra parrak qilib to'g'rab olasiz. Tovani qizdirib yog' solamiz. Yog' qizgach, go'shtni solib bitta yaxshilab aralashtirib, so'ng soya solamiz. Go'sht yanada mazali, yumshoq pishishi uchun tomat pasta, tuz va har xil ziravorlarni solib yaxshilab aralashtiramiz. Ustiga suv quyib, to'g'ralgan piyozlarni solamizda yaxshilab aralashtirib, qopqog'ini yarim soatga dimlab qo'yamiz. Suvga un solib, yaxshilab aralashtirib, bitta massa qilib olamiz. So'ng go'shtni ustiga quyib, aralashtirib olamiz. Yana 20 daqiqaga dimlab qo'yamiz. Go'sht yanada xil-xil bo'lib pishguncha kartoshka frilarini tayyorlab olamiz. Qizib turgan yog'ga kartoshkalarni solib, tuz solib tabga ko'ra chiroyli qilib pishirib olamiz. Kartoshka fri ustiga pishgan go'shtni solamiz. Suvlikkina shunaqa mazali nonlarni botirib yeydigan mazali taom bo'ladi. Birlagan taomni oila a'zolaringiz bilan maza qilib iste'mol qilasiz. Agar sizga retsept yoqqan bo'lsa, like bosing, yaqinlaringizga yuborib qo'ying. Agar ishtahangiz ochilgan bo'lsa, Robiyangiznikiga mehmonga keling.